O'g'ling oyi sizni o'qishingizga nima deysan? Men ham xursand bo'laymi, xafa bo'laymi bu gapdan keyin. Nima his qilyapsan? Bir 20-25 yildan keyin bolam meni tashlab boshqasini tanlab ketadimi? Tanlaydida. Ering ham seni tanladi-ku. Qaynonam qanday qo'yib qo'ydi ekan-a? Siz qilyapman. Nimaga? Kelinim qanaqa bir iflo. Hali tug'ilmagan, kelmagan bolaga shuncha his qilyapsan. Mana 5 o'g'il nima qilayman? Qudam nima qilyapti ekan hozir? Qanjiq qudam. Yerga tegdimi-kan o'sha? Ha, tegmadimkan. Qanjiq yurgandir jirdillab. Qo'shiqchalarni qo'yib olib mashinada. His qilgan mavzu bor bugun, короче. Nimaga his qilasan? Ha, mana u 20-25 yildan keyin uylanadi. Ha, xo'p, Uylanadi, yosh bitta qizchaqiga uylanadi. Unda sen ham qirchaq ekansan-da. Ering ham uyladi-ku. Haqiqatdan meni qaynonam qanday qo'yib qo'ydi ekan-a? Nimaga meni qaynonam kovlamayapti ekan-a? Qanaqa? Tilag'ayring bor ekan-da. O'g'ling oyi sizni o'qishingizga nima deysan? Men ham xursand bo'laymi, xafa bo'laymi bu gapdan keyin. Men hali tug'ilmagan bolamni uylanishini o'ylasam mazam qochyapti. Yuragim sachyapti. Daliga, bola daliga chiqyapti. O'rtalarida yotay iltimos deyman. Qo'rqaman deyman, dadam chiqsa, dadangni qo'yaver deyman. Yomon his qilyapman. Qashqi senga o'xshasa? O'xshamasin. O'xsharsan? O'xshamasin. Yig'layapsan, kulyapsanmi? O'shani ham bilmayapman, yig'laymi, kulaymi? Sizga o'xshatsa kelin qilaymi, urib o'ldiraymi? Voy odalar, deysiz qiyin mavzu ekan.